Haylo aka somorini ko'pchilik biladi. Marg'ilonda somorni reklamasiga kelganimiz yo'q. O'zi odam somor yaxshi ekan. Akamiz chiroyli qilib, xudo xolasa eshitaylarni ham endi qachon bo'ladingiz eshitay remonti? Ro'zadan keyin ochamiz. Hozir saharlikka oshga kelganmiz. Nomer qoldiryapmiz. Saharlikka necha xil yurishda bo'lyapti? 2 xil yurishda bo'lyapti. Oqurug' bilan lazerda. Kelishaveradi, zakaz qilib qo'yishsa, bir kun 2 kun oldin telefon qilib tayyorlab beraverasiz. To'liqlab ketsamiz, bu ko'cha qaysi tomondan chiqadi? Bu Tashlaqtepa. Tashlaqtepa. 7-maktab bilan 32-maktabning o'rtasida. Mayitdan kirsa bo'ladi o'sha, mana shu ko'chadan. Ha, mana shu ko'chadan. Bu tomon O'qchidan chiqadimi narigi ko'cha? Ha, O'qchidan chiqiladi bu ko'cha. Bu anadan ham kirsa bo'ladimi? Yo'q, bu tiyinroq ko'cha. Xullas, Hayloga somorini o'zi ko'pchilik biladi, Marg'ilonda joylashgan. Katta to'y qozonlarni qilishadi ekan. 3 xil yog'da bo'ladi, deyaptilar. Qanaqa yog'lar u? Zig'ir yog', qo'y yog'i, zaytun yog'i. Zaytun. 3 xil yog'da bo'ladi. 3 xil yog'. Osh ham zo'r bo'lyapti ekan, rosa hazm bo'lishga ham oson bo'ladi. Zig'ir yog'i ham foyda. Bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.